Assalomu alaykum butun planeta. Saturnda uyini fasadi bitti. Bu uyda oldingi holati. Uyni fasadini boshlayotganimda pashti hamma bu narsa xunuk bo'lmaydi, bachkana deyotgandi. Lekin oxirga kelib butun qishloqda bitta number 1 bo'ldi fasad. Uyga kirishdan oldin musor-pusurlarga e'tibor bermaysizlar. Remont hali davom etyapti. Uyni yuzini polni anjandan keyin Gold Clinker jamoasini fasadni plitalar bilan qopladik. Bu yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Ham yuvib, tozalab, yaltilatib qo'ysalaringiz bo'ladi. Shilankalardagi suvlar bilan xudo xolasa inshaalloh. Muzikcha gap, uy bitirish juda ham qiyin ekan. Juda ham ko'p xarajat ketgan. Lekin xudo xolasa inshaalloh bor kuchim bilan harakat qilaman. Ayam uyga kirganda quvonch ko'z yoshlari bilan uyni qabul qiladigan darajada qilib remont qilaman. Chunki bizning birinchi uyimiz oddiy loytom, qishloqda oddiy uyi. Uyda ichida yuvinadigan sharoit ham yo'q. Shuning uchun men g'irt shahar riski qilib qishloqda o'rtasidan uy qilib ayamga topshiraman. Sizlar qo'llab-quvvatlab padishga qilib turinglar. Har bir mujikka nasib qilsin onajoniga xuddi shunaqa sharoitli uylar qilib berish.